Dasturimiz davom etadi. Poytaxtimizda favqulodda vaziyatlar organlariga 30 yil rivojlanish yo'li, islohotlar va istiqbollar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman o'tkazildi. Unda vazirlik tizim mas'ullari, qator idora va tashkilotlar vakillari, akademiklar, xorijiy olimlar, 20 dan ortiq xalqaro ekspert ishtirok etdi. Anjumandan ko'zlangan asosiy maqsad favqulodda vaziyatlarning oldini olish, aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli xavf-xatarlardan ishonchli muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish, favqulodda vaziyatlar organlarining 30 yillik rivojlanish tajribasini o'rganish hamda ilg'or xalqaro tajribalarni amaliyotga tatbiq etishdan iboratdir. Tadbirda davlatimiz rahbari tomonidan ta'kidlanganidek, inson hayoti va uning xavfsizligini ta'minlash davlat siyosatining eng ustuvor vazifalaridan biridir degan tamoyil favqulodda vaziyatlar tizimi faoliyatining asosiy mezoniga aylanganligi alohida qayd etildi. Xalqi dardi bilan yashash vazifasi barcha organlar qatorida favqulodda vaziyatlar vazirligi organlariga ham tegishli. Mana hozir o'zinglar ham guvohi bo'ldinglar. Bugungi konferensiyamizda qatnashganlar favqulodda vaziyatlar vazirligini inson hayotida, jamiyat hayotida, inson xavfsizligini ta'minlash o'rnini alohida ta'kidlab o'tdilar. Hamma organning o'z funksiyasi bor, lekin qutqaruvchilarni kasbi, qutqaruvchilarni demak ahamiyati alohida. Xalqaro konferensiya bo'lganligini aytmoqchimanki, demak avvalo tajriba almashish. Chunki favqulodda vaziyatlar bu bir makon yoki bir davlat miqyosida bo'ladigan masala emas. Bu hozirgi kunda eng global muammoga aylandi. Albatta bu tadbirimiz yakunida ikkita muhim qo'llanma tayyorlandi. U yerda e'tibor bering. 300 dan ortiq xalqaro va milliy olimlarimiz, yosh olimlarimizni demak maqolalar jamlangan. Demak bu sohaga qiziqish yildan yilga ortib boryapti. Bu sohada tadqiqotlarga e'tibor kuchayapti. Anjuman davomida mahalliy va xorijiy olimlar, mutaxassislar va ekspertlar tomonidan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, xavf-xatarlarni baholash, qutqaruv xizmatlari faoliyatini takomillashtirish, ilmiy-amaliy hamkorlikni rivojlantirish masalalari yuzasidan ma'ruzalar taqdim etildi. Mazkur xalqaro konferensiyada dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan ko'plab professorlar va mutaxassislar bilan uchrashish imkoniyati yaratildi. Bevosita tadbir haqida gapiradigan bo'lsam, eshitganlarim meni juda ilhomlantirdi. Bu yerda favqulodda vaziyatlarni boshqarish sohasida ishlayotgan ko'plab yuqori malakali mutaxassislar bor. Rivojlanish hech qachon to'xtamaydi. Texnologiyalar har yili rivojlanmoqda va odamlar ham har yili yangi g'oyalar bilan chiqmoqda. Bu esa O'zbekiston favqulodda vaziyatlarni boshqarish tizimini yanada yaxshilashga, shuningdek dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan tajribalarni o'rganishga yordam beradi. Yakunda tashkilotchilar tomonidan ishtirokchilarga sertifikatlar va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi.